Assalomu alaykum. Bu videomizda biz oddiygina olamda juda zo'r bo'lib kuchayib ketishni video qo'yaman. Siz undan oldin albatta like bosib obuna bo'ling. Ana olg'a. Men bu videoni olishdan oldin ancha kuchayib olgan edim. Bunda videoni davom ettiramiz. Bunday qilamiz. Shuni buni qo'yamiz. Shu videoga tushmagan joylari pechga yasadim. Ana bu yerdan shu orolchaga keldim. Endi mana shu orolchada ko'p narsa qilishga harakat qilamiz. Uy quramiz. Shu narsalar. Qanday yasa olsam yaxshi edi. Qolganini video davomida ko'rasizlar. Biz endi mana bu yoqdagi daraxtlarni olib kelib mana shu yerda uy yasaymiz. Qani, let's go. Xo'sh, men qirqta shu oddiy daraxt, keyin 10 ta bunaqa daraxt yig'ib oldim. Unda uxlaymiz. Xo'sh, endi go'shtni bu yoqqa solsak. Xo'sh, bu yerdan buni solaman. Shuni solib qo'yaman. Xo'sh, menga hali ko'p narsa kerak bo'lar ekan. Tak, mana buni ishlatib olish kerak. Mana buni aniqlab qo'ysak, ovqatni ham ko'paytirib olish kerak. Xo'sh, ana endi mana bu yerdagi 1-2 stakmi bo'lishi kerak. Tosh yig'ishga olg'a. Xo'sh, men mana shuncha joyni oldim. Olib tashladim. 1 stakdan oshdi. Endi 2 stak qilishga olg'a. Xo'sh, men mana shuncha joyda olib tashladim va menda mana 2 stak tosh bo'ldi. Mana endi bularni mana shundan katta uy quramiz. Olg'a. Xo'sh, mana men orolni to'rtburchak shaklga keltirib oldim. Endi mana bu joylarni toshga aylantiramiz. Olg'a. Xo'sh, men kechgacha mana shuncha joyda qilishga ulgurdim va menda 1 stak loy bo'ldi. 11 tanu 12 ta gravel va 2 ta flint. Unda uxlaymiz. Ana endi shu ishimizni davom ettirishga olg'a. Xo'sh, men shuncha joyda qilishga ulgurdim, lekin mana bu yer, keyin mana bu yer ochiq qolib ketdi. Ham menda tosh tugadi. Unda
Qon yog'lig'i. Shuni men shu joyda hammasini oldim. Va menda mana bir stak cobblestone. Qanunda u yerda qilishga olgan. Va mana nihoyat barcha joyni tosh qilib chiqdim. Endi men shunaqa qilib, faqat buni taxtadan qilib, 4 ta tomondan chiqarib, katta uy quramiz. Aytgancha tomi ham toshdan bo'ladi. Bilasizlar, tosh deyam qattiq material. Qani olg'a. Va mana menda har doimgidek taxta qolmadi. Qanunda taxta olishga go. Mana ko'ramiz, kech bo'lguncha nechta daraxt yig'ib olar ekanman. Yana bitta. Kech bo'lib qoldi. Tezroq borib, ertaga uyda davom ettiramiz endi. Aytgancha mana bu yerda men ko'prik qurib qo'ydim. Xo'sh, uxlaymiz. Endi daraxt olishga olgan. Xo'sh, men yig'ib kelishga ulgurdim va menda mana bir stakdan sal ko'proq oddiy taxta va 20 ta bunaqa oq taxta. Xo'sh, endi esa buni davom ettiramiz. Olg'a. Xo'sh, men mana bu yerlar qildim. Mana buni ham qilishga ulgurdim. Va mana ko'rib turibsiz, kech tushdi. Uxlaymiz. Xo'sh, endi mana bunday qilib davom ettiramiz. Xo'sh, mana men bu yerlarni tugatdim. Mana bu yerga eshik qo'ydim. Mana bu yerga ham eshik qo'ydim. Xo'sh, bu tashqariga chiqish uchun bu yerda esa shunday katta bog' bo'ladi. Xo'sh, endi men mana bu yerlariga hali ko'p qum olib kelishim kerak. Qumdan korotchi oyna yasab qo'yishim kerak. Tepasiga toshli tom qilishim kerak. Qani ungacha 10 minut bo'lishigacha video tashib turaman. Qani olg'a. Men bu yerda yoritib oldim. Ana endi tashqarisiga oldim. Xo'sh, men bir stakdan oshiq tosh to'pladim. Va menda 44 ta mana zinalar bo'ldi. Endi buni mana bu yerni yopishga ishlatamiz. Undan oldin esa uxlaymiz. Aytgancha mana bu tomini, xo'sh, men tomini taxtadan, oddiy oq taxt, qora taxtadan qilmoqchiman. Olg'a. Xo'sh, bir stakdan ko'p mana shunaqa taxta mana shunchagina joyga yetdi. Mana shuncha joyga yetmay qoldi. Taxta olib kelamiz. Mana uyimizni teparoqdan ko'rinishi. Endi olib mana shuncha taxtani ustiga yopamiz.
Xo'sh, mana uyimizning tomi ham bitdi. Bu videomiz uncha cho'zilmaydi. Albatta like bosib obuna bo'ling. Albatta obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz hech bo'lmasa 20 ta bo'lishimiz kerak. Hali ham 18 tamiz. Aytgancha bu videoni oxirigacha ko'rganlarga rahmat. O'zi ataylab mana shuncha uy qurish uchun men 1 soat sarfladim. Lekin sizlar uchun 11 daqiqagina qilib chiqarib beraman. Shuncha mehnatim uchun albatta like bosib obuna bo'ling. Bu qism tugadi. Bu qismni mana ko'rishingiz mumkin. Biz shunday qildik. Keyingi qismda biz balki ikkinchi qavat qilarmiz, balki oddiygina tom qilib qo'yarmiz. Video tugadi. Hammaga rahmat.